Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan otlarni ko'rib chiqamiz. Otlarni ko'plikda aytilishini, birlikdagi otlarni bilamiz va ularni rudlarga ajratishni biz ko'rib chiqqandik birinchi darsimizda. Endi 10-darsimiz, bugungi darsimiz va bugungi darsimizda biz sizlar bilan otlarni birlikdan ko'plikka tushirishni o'rganamiz. Agar sizda ham shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, bu videoni albatta oxirigacha tomosha qiling. Bundan keyingi mavzuyimiz padajlar mavzusi boshlanadi. Shuning uchun hozirgacha o'rganayotgan bo'lsangiz, har bittasini takrorlab chiqishingizni so'rayman, chunki keyingi mavzularimiz shu mavzularga bog'liq bo'ladi. Demak, nimaga murskoy, женский, средний deb yozib qo'yganman? Chunki har bittasida o'ziga xos o'zgarishlar bo'ladi. Endi kelinglar mana shularni tushunib ko'ramiz. Misol uchun, rus tilida город bo'ladigan bo'lsa, shahar, ko'plikda aytish uchun biz a qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda bizda garada bo'ladi. Demak, garada shaharlar. Demak, город bitta shahar, garada shaharlar. Dom bitta uy, ko'plikda doma deb aytamiz. Учитель bitta o'qituvchi, o'qituvchilar deydigan bo'lsak, учителя bo'ladi. Ya qo'yamiz. Sanatoriy, nimaga buni alohida yozganman? Chunki y bilan tugaydiganligi alohida qoida bor. Sanatoriyalar demoqchi bo'lsak, sanatoriy bo'ladi. Demak, qoidaga oydinlik kiritamiz. Agarda undosh bilan tugasa, biz a qo'shimchasini qo'shib aytar ekanmiz. Birinchi qoidasi. Ikkinchi qoidasi murskoy rodga xos bo'lgan qoidalardan. Agarda yumshatish belgisi bilan tugasa, biz o'rniga ya harfini qo'yar ekanmiz. Demak, o'rniga deb yozib qo'yib, o'rniga yani qo'yib aytar ekanmiz. Agarda uchinchi holatimiz y bilan tugaydigan bo'lsa, o'rniga shu i bilan tugasa, ga o'zgartirib aytar ekanmiz. Ya'ni shunaqangi qoida bo'ladi. Keyingisi, agarda женский rod bo'lsa, bunda qanaqa bo'ladi? Женский rodimizda mana mama bo'lyapti, ko'plikda i qo'yiladi. Mami. Chocha bo'lsa, ya bilan tugasa, chochi deb aytamiz. Tak, sestra bo'lsa, bu yerda sal boshqacharoq bo'ladi. Sestri bo'ladi. Sestri. Endi talaffuzda sestri bo'ladi, lekin qoida jihatdan qaraydigan bo'lsak, a ni i ga o'zgartiramiz. Xuddi mana shu mamadagiga o'xshab bo'ladi. Площадь degani yoki shu yerda yana bitta so'z yozib qo'yaman, жизнь. Площадь degani maydon, жизнь degani hayot. Bular ikkalasi ham oxiri yumshatish belgisi bilan tugagan женский roddagi so'zlar bo'lyapti va bularni o'rniga biza i qo'yamiz. Площади жизни bo'ladi. Demak, qoida shundan iboratki, birinchisi a bilan tugaganlarni i ga, ikkinchisi ya bilan tugaganlarni i ga o'zgartiramiz, uchinchisi biz yumshatish belgisi bilan tugaganlarni ham i ga o'zgartirib aytar ekanmiz. Endi shu yerda kelinglar bitta qoidani yana ko'rsatib o'taman. Shunaqa harflarimiz bor. Mana misol uchun девочка bo'ladigan bo'lsa, a bilan tugayapti, i ga o'zgartirishimiz kerak edi. Ya'ni девочка bo'lishi kerak edi. Lekin bunaqa bo'lmaydi. Nima uchun? Rus tilida shunaqa qoidamiz bor. женский roddagi otlar mana oxiri a bilan tugayapti, lekin undan oldingi turgan harfimiz mana shu 7 ta harfdan bittasi bo'lsa, k, g, h, j, sh, ch va sh harflari. Demak, sanaymiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana shu 7 ta harfimizdan qaysi biri bo'lsa ham a dan oldin turgan bo'lsa, biz a ni i ga o'zgartirmasdan i ga o'zgartiramiz. Mana misol uchun bu yerda девочка bo'ldi deb beramiz. Mana a bilan tugayapti, lekin undan oldingi harf k harfi bo'lyapti. Mana k harfimiz bu yerda bor. Va shuning uchun ham bu yerda девочки bo'lib keladi. Shu qoidani eslab qolamiz. Keyingisi, средний rodda bizda y bilan tugashi mumkin, o bilan yoki mya bilan tugashi mumkin. Polе bo'lsa, biz y'sini o'zgartirib polya deb aytamiz. Okno bo'lsa, okna bo'ladi. Talaffuzda ham o'zgarishlar bo'ladi. Море bo'lsa, моря deb aytamiz, y'ni o'zgartirib. Так, время bo'lsa, времена bo'lib keladi. Demak, qoida shundan iboratki, tak,
Birinchisi bu ye bilan tugaganni o'zgartirar ekanmiz. Yaga. Ikkinchi qoidamiz. O bilan tugaydiganni a ga o'zgartiramiz. Uchinchi qoidamiz. Mya bilan tugaydiganni naga o'zgartirib aytamiz. Вот. Shunaqangi tartibda o'zgarishlar bo'lar ekan. Va bundan tashqari yana bizda исключение. Исключение degani rus tilida istisno deyiladi. Исключение holatlarini yozib olib yodlashlarini so'rayman. Misol uchun qaranglar. Brat bo'lsa birlikda kelyapti. Aka degani aka ukalar bo'lsa bratья bo'ladi. Rебенок bitta bola, дети bo'lsa bolalar. Друг bitta do'st, друзья bo'lsa do'stlar. Человек bitta odam, люди odamlar. List barg, listья bo'lsa barglar. Дерево daraxt, деревья bo'lsa daraxtlar. Ухо quloq, ushi bo'lsa quloqlar desak aytsak bo'ladi. Глаз bitta ko'z, глаза ko'zlar. Zub bitta tish, zubi tishlar. Keyingisi mать bo'ladigan bo'lsa ona, onalar bo'lsa materi. Dочь qiz farzand, дочери bo'lsa qizlar. Stul bitta kursi o'tiradigan, stullar bo'lsa kursilar. Imya bo'lsa ism, ismlar bo'ladigan bo'lsa imena deb aytamiz. Сын o'g'il farzand, сыновья bo'lsa o'g'il farzandlar. Bundan tashqari yana bor, lekin eng keraklarini yozib qo'yganman. Shularni yod olishingizni so'rayman. Va bularni barchasi yana padejda ham o'zgaradi. Lekin bularni padej bo'yicha o'zgarishini padejlarni o'zini ko'rib chiqqandan keyin o'rganamiz. Ya'ni goroda bo'ladigan bo'lsa, o'shani o'zi ham с городами или без городов o'zgarishlar bo'ladi. Shuning uchun bu mavzumiz hali oxirigacha yetkazilgani yo'q. Otlarni mana bu yerda yozib qo'yaman. Ko'pligi buni yana davomi bor. Davomi qanaqa bo'ladi? Davomi padejlarda o'zgarishi bo'ladi. O'ylaymanki, bu mavzuimiz sizlarga tushunarli bo'ldi. Bugungi mavzuimiz unaqangi qiyin mavzu emas. Keyingi darslarimizgacha ko'rishguncha xayr.